Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala khayr khalqihi Muhammad ibn Abdullah va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum hurmatli otaxonlar, muhtaram akalar, ukalar, aziz mo'min musulmon birodarlar. Mana bugun hijriy 1437-yil Zulhijja oyining 28-juma kunida sizlar bilan Allohning baytlaridan bir baytda jamlanib Allohga ibodat qilamiz deb to'planib o'tiribmiz. Alloh subhanahu va taolo bu kunda qiladigan ibodatlarimizni, duolarimizni o'z huzurida qabul aylasin. Gunohlarimizni mag'firat etsin. O'zi rozi bo'ladigan solih amallarni takror qilishlikka muvaffaq qilsin. Azizlar, bugungi juma suhbatimiz mavzusi islomda ayolning o'rni haqida ekan. Ya'ni islom dinida ayollarning qadri, qimmati haqida bo'ladi. Islom dini kelgach ayollarning bag'riga shamol tegdi. Islom kelgandan so'ng islom ayollarning qadrini ko'tardi. Ularning sharafini oliy qildi. Ularning haq huquqini berdi. Islomdan avval jahiliyat davrida, xoh Rumda bo'lsin, xoh Yunonlarda bo'lsin, xoh Hindlarda bo'lsin, ayollar xorlanar edi. Ayollarda haq huquqi yo'q edi. Islom keldi, ayollarni ulug'lagan. Mana islomda islom tarixidan xabardor bo'lgan odam biladiki, Muhammad alayhisalomga ilk bor vahiy keldi. Hiro g'orida vahiy, Jabroil vahiy tushdi. Rasululloh sallam birinchi bora Jabroil bilan yo'liqqandan so'ng nihoyatda qo'rquvga tushdi. Uyiga yugurib qaytdi va ayoli ko'rdi. Ayoli ko'rib Rasululloh sallamga aytdiki, "Nima narsa sizni qo'rqitib yordi?" dedi. Rasululloh sallam ko'rgan narsasini aytib berdi. Bo'lgan voqeani aytuvdi. Hadicha onamiz Rasululloh sallamni ko'nglini ko'tardi. "Innalloha la yuxzika abada." Ey Muhammad, sizni Alloh hargiz xor qilib qo'ymaydi dedi. Ya'ni ayol kishi bo'la turib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shunaqangi taskin berdi. Va mana shu ayol birinchi bo'lib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirdi. Mana shu ayol Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqasida birinchi bo'lib namoz o'qidi. Birinchi bo'lib tahorat qildi. Birinchi bo'lib Alloh diniga boshqalar da'vat qildi. Bu ayol Hadicha onamiz, Hadicha binti Huvaylid, Abu Bakrdan oldin islomga kirdi. Umardan oldin islomga kirdi. Osmon, Alilardan va yuzlagan boshqa sahobalardan avval iymonga keldi. Islomda ayollarning qadri baland. Yana Maryam binti Imron yoki bo'lmasam birinchi bo'lib Safo Marvada say qilgan kim? Ayol kishi bo'ldi. Zamzam suvi kim uchun chiqdi? Shu Ummu Ismoilning onasi Hojar uchun ikrom bo'lib chiqdi. Yoki bo'lmasam islomdagi eng birinchi shahid kim? Ayol kishi. Ummu Ammor, Yosirning ayoli. Birinchi bo'lib shahida bo'ldi. Bular Ammor ham, Yosir ham, onasi Sumayya ham Abu Jahlning qo'li edi, cho'risi edi. Bu oila islomga kirgandan keyin Abu Jahl bularni hammasini qattiq azobladi. Har birini ustunga bog'lab qo'ydi. Har kuni kundi qiziganda azob berdi. Hatto kechasi ham bularni shu bog'langan holda qoldirdi. O'rtada onasi, o'ng tomonida eri, chap tomonida o'g'li. Shularning ko'zida bu ayolni Abu Jahl qattiq azobladi, bo'g'di, qiynadi. Hatto bir kuni kelib buni shu nozik joyiga temirni tiqvordi. Shu bilan shahid bo'ldi. Rasululloh bularning oldidan o'tib ketayotganda aytdiki, "Ey oli Yosir, sabr qilinglar, sizlarga jannat" dedi. Islomda birinchi shahid bo'lgan ham ayol kishi edi. Demak, islomda ayollarning qadri baland. Islom bularga hurriyatni bergan. Islom bularga tenglikni bergan. Islom bularni sharafini ko'targan. Bularga taklif, namoz, roza, zakot, haj erkaklarga qanday farz bo'lgan bo'lsa, ayollarga ham xuddi shunaqangi
mukallaf qildi. Erkaklar qanaqangi dinda mas'ul bo'lsa, bular ham xuddi shunaqangi mas'ul bo'ldi. Hatto Alloh subhanahu va taolo Qur'ondagi eng uzun suralardan bittasiga shu ayollarning nomini berdi. Niso surasi 176 oyatdan iborat bu sura ayollar nomi bilan nomlandi. Qur'onda bitta 114 ta sura bor. Tekshirib chiqing. Rijal erkaklar degan sura yo'q. Lekin Niso ayollar degan sura bor. Xuddi shuningdek Alloh taolo Qur'onda uzun suralardan yana bittasini Maryam onamiz nomi bilan atadi. Maryam onamizni Qur'onda juda ko'p suralarda nomi zikr qilindi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim va iz qolatil malaikatu ya Maryamu innalloha astafaki va tahharaki vastafaki ala nisa'il alamin. Farishtalar Maryam onamizga aytayapti. Ey Maryam, Alloh seni tanlab oldi. Alloh seni ixtiyor qildi. Innalloha astafaki va tahharaki, seni pokladi. Vastafaki ala nisa'il alamin. Butun olam ayollarining ichida seni ajratib oldi, tanlab oldi dedi. Ya Maryam uqnuti li robbiki wasjudi warkai ma'ar roki'in. Ey Maryam, Robbingga ibodat qil. Nima uchun tanlab oldi? Nima uchun ulug'ladi? Ibodat uchun. Vaqnuti, Robbingga ibodat qil. Wasjudi, sajda qil. Warkai ma'ar roki'in, ruku qiluvchilar bilan birga bo'l dedi. Hozirgi kunda Yevropa davlatlari ayollarga bir lavozimlarni berib qo'yib, ularga kabinetlarni berib qo'yib, ularni bosh vazir yoki boshqa bir lavozimni berib, ularni yarim yalang'och qilib qo'ygandan keyin maqtanyapti. Biz ayollarni teng qildik, ayollarning qadrini ko'tardik, ularga hurriyatni berdik, ularni yarim yalang'och qildik, yalang'och qildik deb maqtanyapti. Alloh taolo Maryam onamizni o'zi ixtiyor qilganligini aytayapti. Butun dunyo ayollaridan afzal qilganligini aytayapti. Nimasi bilan? Ibodati bilan. Allohga sajda qilishligi bilan, Allohni ulug'lashligi bilan Allohga yaqin bo'lganligini aytayapti. Islom tarixini, islomdagi ayollarni o'rnini, qadrini bilishdan oldin biz taqqoslashlik uchun, solishtirishlik uchun islomdan avvalgi ayollarning o'rniga qaytishimiz kerak. Islomdan avval, islom kelishidan oldin ayollar qanaqa yashardi? Bu paytda Yunon bor edi, Greklar. Greklar davrida ayollarning qadri yo'q edi. Ayollar xor edi. Ular ilm olishlikka ham ruxsat yo'q edi. Meros olishmas edi. Ular jamiyatda hech qanaqangi o'rni qadri yo'q edi. Bir xizmatchi deb qaralardi, bir cho'ri deb qaralardi. Rumda ham, qadimgi Rumda ham ahvol bundan battar edi. O'rta asrlarda ham Fransiyani, Yevropaning faylasuflari bir necha marta majlis qurishgan, ilmiy anjumanlar o'tkazishgan. Bu ayol jinsi o'zi, bu ayolning ruhi insoniy ruhmi, hayvoniy ruhmi yoki shaytoniy ruhmi deb bahs qilishardi. Ayolga o'zi bular Yevropaliklar inson deb qarashmas edi. Islom o'rgatdi bu inson ekanligini. Yoki bo'lmasam bu Rumliklarda ayollar xor qilinardi. Ilm o'qitilmas edi. Yahudiylarda ham xuddi shunaqa edi. Yahudiylar ayollar Tavrotni o'qimasin derdi. Kitob o'qimasin derdi. Hattoki ayollar uzrli holatda bo'lib qoladigan bo'lsa, ularni qorong'i xonaga qamab qo'yardi. Ular bilan birga gaplashmas edi. Ulardan kasallik yuqadi deb o'ylashardi. Ular bilan birga ovqatlanmas edi uzrli holatlarida. Hamma jamiyatlar, hamma dinlar buzilib ketgandan keyin ayolga jabr qilgan. Ularga jafo qilgan, ularni xorlagan. Xuddi shunday ahvol Hindda ham shunaqa edi. Hindilar ham ayollarni xorlashda birinchi o'rinda turardi. Ayollarni ular odam o'rnida ko'rmas edi. Erini mulki deb bilishardi. Shuning uchun agar eri ayoldan oldin o'ladigan bo'lsa, ayolini ham eriga qo'shib birga yoqib yuborishardi. Bu odatlar yaqin-yaqinda yo'qolib qoldi. Islomdan avval Arab johiliyatida ham ahvol juda yomon edi. Johiliyatda, ya'ni arablarda o'zida ham ayolga inson deb qarashmasdi. Ular ilm o'zi arablarning erkaklarida ham ilm bo'lmagan edi. Johil edi. Shuning uchun johiliyat davri deyiladi. Ayollar
meros olish u yerda tursin, o'zlari meros bo'lib taqsimlanar edi. Bir odam o'ladigan bo'lsa, uni farz o'g'illari bo'ladigan bo'lsa, shu mulki taqsimlanayotganda ayoli ham taqsimlanar edi. O'g'li o'zini onasini meros qilib olardi. yoki bir odamning bir nechta ayoli bo'ladigan bo'lsa, o'g'illariga meros bo'lib xotinlari o'tar edi. Hatto o'zlarini qizlarini or qilib tiriklayin ko'mishar edi. Qadri bo'lmasa edi bu ayollardi. Islom keldi. Muhammad alayhisalom payg'ambar bo'lib yuborildi. Qur'on nozil bo'ldi. Shu islom nuri bilan ayollarning qadri ko'tarildi. Alloh taolo Qur'onda bularning nomini zikr qildi. Birinchi odamga aytdiki Alloh taolo: "Ya Adam, uskun anta va zawjukal jannah. Fakula minha ragadan haythu shi'tuma va la taqraba hadhihi shajarata fatakuna min az-zalimin" dedi. Ey odam, deb Alloh taolo odamga aytayapti. Sen va sening ayoling, zavjing jannatda o'zingizlarga maskan qilinglar dedi. Ya'ni ikkovini bir o'ringa qo'ydi. Va u jannatdagi ko'ninglar tusagan mevalardan yeylar dedi. Va la taqraba, mana bu daraxtga yaqinlashmanglar dedi. Agar yaqinlashib yeb qo'yadigan bo'lsanglar, fatakuna minaz zolimin, ikkalavinglar ham zolimlardan bo'lasizlar dedi. Islom ayolga inson deb qaradi. Islom ayolga ona deb qaradi. Islom ayolga xotin deb qaradi. Islom ayolga qiz deb qaradi va uni himoya qildi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "Vassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan va wada'athu kurha." Biz insonga onasiga yaxshilik qilishlikka amr qildik. Chunki onasi uni mashaqqat bilan ko'tardi, qornida ko'tardi va mashaqqat bilan, qiyinchilik bilan uni tug'di deydi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir odam keldi. Abu Hurayra hadis rivoyat qilyapti. "Ya Rasululloh, man ahaqqun nasi bi husni sahabati" dedi. "Ya Rasululloh, meni eng chiroyli muomalamga, meni yaxshiligimga kim haqli?" dedi. Odamlarning haqlilari bor. Onasi bor, otasi bor, farzandlari bor, oshna og'aynilari bor, qaynatalari bor, yana boshqa topishganlari bor. Shu men kimga eng yaxshilik qilay, kimisi haqli dedi. Dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki: "Ummuk, onangga qil" dedi. Undan keyin kim turadi dedi. Onang dedi. Ikkinchi bor ham onang dedi. Undan keyin kim dedi. Yana onang dedi. Keyinchi dedi, otangga qil dedi. To'rtinchi o'rinda otasiga aytdi. Nimaga? Chunki onasi uni shu 9 oy qornida ko'taradi. Qiylanib tug'adi. So'ngra 2 yil emizadi. Mana shu 3 ta sifati bor. Shularning haqqini ado qil dedi. Yana islom ayolni qiz deb qaraydi. Islomdan avval jahiliyatda odamlar o'zlarini farzandlari qiz bo'ladigan bo'lsa, bundan hazar qilishardi. Or qilishardi. Biz boqqan, tarbiyalagan qiz ertaga biror qo'yniga boradimi? Bizga or keltiradi derdi. Shunaqangi jahiliyatda jahilona hamiyatlari bor edi. Islom bu narsani botil qildi. Islom dini ayollarning haqqini, hurmatini o'zining o'rniga qo'ydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytadiki, Nahl surasida: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va iza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Yatawara minal qawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun" dedi. Agar, ya'ni islomdan avval jahiliyat davrida shu arablardan birortasi qiz farzand ko'rganligi haqida xush xabar eshitadigan bo'lsa, g'azablangan holda yuzlari qorayib ketardi dedi. Yatawara minal qawmi min su'i ma bushira bih. Shu bashorat qilingan narsasini yomonligidan odamlardan qochib o'zini to'sar edi. Odamlarga ko'rinmas edi, yashirinib olar edi. O'ylar ediki, endi nima qilsam ekan? Tiriklayin olib borib ko'msammi yoki xorlagan holda uni boqsammi derdi. Ya'ni arablarning odati shunaqa edi. Jahiliyatda agar
oilasi, xotini homilador bo'ladigan bo'lsa, bir chuqur kavlab qo'yishardi. Agar doyalar o'g'il bo'ldi desa, bunga xursand bo'lardi. Agar tug'ilgan farzand, chaqaloq, qiz deb xabar eshitishadigan bo'lsa, tug'ilishligi bilan olardida shu oldindan kavlab qo'ygan chuqurga borib ko'mib kelishardi. Johiliyatda shunaqa edi. Islom keldida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdiki: "Man ala jariyatayni hatta tablugha kuntu ana va huwa fil jannati hakaza" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadisda aytayapti. Kim ikkita qizni boqadigan bo'lsa, ikkita qizni tarbiyalaydigan bo'lsa, ularni voyaga yetkazadigan bo'lsa, men bilan jannatda xuddi shunaqa yonma-yon turadi dedi. O'rta qo'li bilan ko'rsatqich barmog'ini ko'rsatdi-da, shunaqa yonma-yon turadi dedi. Yana boshqa hadisda Oysha onamiz rivoyat qiladi. Radhiyallohu anha. Dakhalat alayya imra'atun miskina. Meni huzurimga bir kuni bir kambag'al, bechora ayol ikkita qizini yetalab kirib keldi dedi. Oysha onamizning hujrasiga. Va sa'alat minni. Mendan bir narsa berishligimni so'radi. Uyda bir dona xurmodan boshqa narsa topmadim dedi. Ya'ni Rasulullohning uyida bir dona xurmo bor ekan, boshqa xurmo yo'q. Boshqa yegan hech narsa yo'q. Bir miskinga beradigan narsani o'zi yo'q. Sarvar koinot Rasululloh sallam uyida hech narsa yo'q. Shu xurmoni bo'lsa ham deydi, Ali xotinga berdim deydi. U xotin xurmoni oldida ikkiga bo'ldi. Bo'lib ikkita qiziga berdi deydi. O'zi bu narsadan yemadi deydi. Keyin ketishdi. Men ajablandim deydi. Ya'ni onaning qalbiga solib qo'yilgan mehr. U ham och, o'zi bir dona xurmo, shuni ham ikkita bolasiga bo'lib berdi deydi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kechda oldimga kirganda men bu voqeadan ajablanib aytib berdim deydi. Aysam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga aytdiki: "Man ubtuliya minal banati bi shay'in fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar" deb aytdi deydi. Kimga Alloh taolo shunaqangi ikkita qiz bergan bo'lsa, mana shu qizlariga yaxshilik qiladigan bo'lsa, yaxshi tarbiyalaydigan bo'lsa, mana shu qizlari qiyomatda jahannam o'tidan parda bo'ladi deb aytdi deydi. Yana boshqa rivoyatda hijaba minan nar, jahannamdan bir to'sadi deb aytdi deydi. Ya'ni islom ayollarni qadrini etdi. Ular tug'ilishi bilan bo'g'ib o'ldirib qo'ygan edi. To'g'ri, hozirgi kunda aytishingiz mumkin, 21-asrda johiliyati ham arabni johiliyatidan qolishmay qoldi. Ular tug'ilishi bilan tuproqqa ko'mayotgan bo'lsa, hozirgilar axlatxonaga tashlab yuboryapti, hojatxonaga tashlab yuboryapti yoki bo'lmasam pulga sotib yuboryapti deyishingiz mumkin. Hozirgi johiliyat ham islom yo'ligidan, islomiy tarbiya bu yo'ligidan, Allohdan qo'rqish yo'ligidan shu arabni johiliyatidan qolishmayapti. Yana bundan ham ajablanarligi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda hadis. Abu Hurayra rivoyat qiladi. Buni Abu Ya'lo rivoyatida keladiki, Ibn Hojar Asqaloniy bu hadisda la basafiki hasan degan. Rasululloh aytadi: "Jannatga birinchi kiradigan menman" deydi. Jannatning eshigini oldida turaman. Uni halqasini taqillatib turaman deydi. Endi kiraman deb tursam, birinchi bo'lib kiraman desam, bir ayol keladi deydi. O'tkizib yuboringlar deb bir ayol kishi keladi. Men unga aytaman: "Voy hak! Ey, senga nima bo'lyapti?" deyman. "Kim bu ayol? Kimsan?" deyman. Mendan oldin jannatga kirishga harakat qilyapti. Rasululloh bilan kiraman deyapti. Shunda aytadiki: "Ana imroatun qa'adatni aytami" dedi. Men dunyoda erimdan erta ajrab qolganman. Ya'ni erim vafot etib ketgan. Yosh yetimlarim qolgan. Shu yetimlarni tarbiyalayman deb turmush qurmaganman deydi. Shu farzandlarimning tarbiyasi buzilmasin deb o'zimni shahvatimdan, farovon hayotdan kechganman deydi. Shu ayol Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan jannatga birga kiradi deydi. Islom ayollarni qaysi darajaga qo'yapti? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan jannatga bitta teng kirib ketyapti. Hadisda aytayaptiki: "Hatta imroatun tubadiruni" men bilan birga kirishga oshiqadi deydi. Payg'ambar alayhisalom bilan birga kiryapti bu ayol. Islom ayollarining qadrini shunaqa ko'taradi, martabasini oliy qiladi.
Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadisda keladiki, payg'ambarimiz mana ayollarning qadri, hurmati haqida. Ka'bada tavof qilib yuribmiz. Hajga borganlar, umraga borganlar biladi. Tavof qilib yuribmiz Allohning baytida. Shunda muazzin aytadi: "As-solatu ala tifla" deydi. Ya'ni janoza namozi bir tiflada bir yangi tug'ilgan chaqaloqni aytadi. Alo hayotni ham ko'rmagan. Odamlar tavof qilyapti. Odamlar Qur'on o'qiyapti. Baytullohda, Ka'batullohda. Nafl namozlar o'qiyapti. Muazzin shu bir yangi tug'ilgan chaqaloq vafot etganligi uchun shunga janoza namozi desa, tavoflar ham to'xtaydi. 100 minglagan odamlar Ka'bada o'tirib turib, hammasi shu imomga ixtiro qilib janoza namozi o'qiydi. Avvalgi davrlarda boshqa dinlarda ayollarga unaqa o'qilmagan. Ayolda haqqi berilmagan. Islom dini shu yangi chaqaloqni ham hurmatini qo'yadi. Ayol bo'lsa ham, erkak bo'lsa ham bir o'ringa qo'yadi. Yana bizning islom dini ayolga xotin deb qaraydi. Ayollarni, xotinlarni o'rnini qo'yadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadiki, "Xayrukum li ahlihi va ana xayrukum li ahli" deydi. Sizlarning yaxshilaringlar o'z ahliga yaxshilik qiladiganlaringlar deydi. Ya'ni ayol ahliga yaxshi muomala qiladiganlar musulmonlarning eng yaxshi deydi. Va men ahlimga sizlarning ichlarida eng yaxshi muomala qiladigan menman deydi. Ya'ni Alloh taolo Qur'onda va ashiruhunna bil ma'ruf, ular bilan yaxshi muomala qilinglar deb aytgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haj qildi. Hajda Arafot tog'ida turibdi. Arafotda ibodatlar bilan, duolar bilan turibdi. Shu yerda xutba qildi. Mana shu xutbasida butun ahkomlarni aytib o'tdi. Qon to'kishlik qanaqa haromligini aytib o'tdi. Birinchi bo'lib so'raladigan narsalar shu qondan ekanligini aytdi. Mana shu yerda ham ayollarning qadrini unutib qo'ygan yo'q. Ularda ham indamasdan o'tib ketgan yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu Arafotda aytdiki, "Ayyuhan nas ittaqulloha fin nisa fa innahunna asirat indakum. Akhastum bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah fattaqulloha fin nisa fattaqulloha fin nisa vattaqulloha fin nisa" deb aytdi. Ey odamlar, Allohdan taqvo qilinglar. Arafotda turibsiz. Bu Rasululloh sallam o'zi bir marta haj qilgan. Mana shu haj hajatul vado deydi. Mana shu xayrlashish haji. Oxirgi haj. Rasululloh bilan 100 minglagan odam haj qildi. Shularga hukm deb chizib qo'ydi. Ey odamlar, Allohdan qo'rqinglar, Allohdan taqvo qilinglar. Ayollar haqida Allohdan qo'rqinglar dedi. Ayollarni haqorat qilish behudaga. Inson har bir og'izdan chiqqan kalimaga qiyomat kuni javob beradi. U ayoli bo'lsin, u begona bo'lsin, shuni haqorat qilgani uchun, pastga urganligi uchun javob beradi. Og'izdan chiqqan har bir so'zga, har bir qilgan ishga hisob kitobi bor. Ayollar to'g'risida Allohdan qo'rqinglar dedi. Ular sizlar qo'linglardagi omonat, fa innahunna asirat indakum. Akhastum bi amanillah. Allohni o'rtaga qo'yib omonatga oldinglar. Omonatga sizlarga berildi. Va sizlar ularni o'zingizlarga Allohning kalimasi bilan halol qilib oldinglar. Ular nomahram edi. Allohning kalimasi bilan nikoh bilan o'zingizlarga halol qildinglar. Fattaqulloha fin nisaa vattaqulloha fin nisaa. Ayollar to'g'risida Allohdan qo'rqinglar, Allohdan qo'rqinglar dedi. Islom ayollarning sha'nini ko'tardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Arafotda ham, hatto oxirgi holatlarda ham ayollarga yaxshi muomala qilishlikni nasihat qilib ketdi. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning boshqa hadisida keladiki, kim o'z ahlini, o'z ayolini, o'z onasini, o'z qizini himoya qilib o'ladigan bo'lsa shahid dedi. Man qutila duna irzihi va huwa shahid dedi. Man qutila duna marzihi malihi va huwa shahid dedi. Kim o'zini obro'sini saqlayman deb, irzini, sha'nini, ahli ayolini saqlayman deb qatl qiladigan bo'lsa mana shahid dedi. Ayolini saqlab o'lgan odam xuddi Allohning dinini himoya qilib o'lgandaqa martabaga gap chiqib qo'ydi. Islomdan boshqa qaysi din, qaysi tashkilot, qaysi tuzum,
ayollarni bunaqa darajaga qo'ygan. Hamma tuzumlar ayollarni xor qilishgan va xor qilib yotibdi. Har xil turli xil shiorlar bilan ayollarni arzon mato qilib olishdi. Ularga shunaqangi soxta shiorlarni aytishdi, bu sodda ayollar bunga ishonib ko'chaga chiqib ketishdi. Alloh farz qilgan, Alloh buyurgan hijobini yechishdi. Bu bo'rilar o'zlarini shahvati uchun, o'zlarini kayfi safolari uchun Alloh harom qilgan hijob ayollarning avratlarini ko'rishlikni tashqariga olib chiqishdi. Bularga shunaqangi mansablar berib qo'yib, o'zlari bilan shu majlislarda birga o'tirishlik uchun ko'chaga chiqib tashadi. Alloh subhanahu va taolo ayollarning qadrini ko'targan. Ularni shu ibosi bilan, hayosi bilan, iffati bilan, hijobi bilan qadrini ko'targan. Agar islomda bo'lmaydigan bo'lsa, hijobda bo'lmaydigan bo'lsa, hayosini yo'qotadigan bo'lsa, shu johiliyatga qaytib ketaveradi. Yana xorlikka qarab ketaveradi. O'zi bilmagan holda. Alloh subhanahu va taolo bizni xalqlarimizga ham, bizni ayollarimizga ham, bizni opa-singillarimizga ham islomning haqiqatini tushuntirsin. Islomda qadr yetadiganlardan qilsin. Islomning mohiyatini bilib, unga amal qiladiganlardan qilsin. Erkaklarga ham shu ayollar masalasida bir g'ayratni, hamiyatni bersin. O'zini opa-singlisini, o'zini onasini, o'zini xotinini, o'zini qizini qizg'anadiganlardan qilsin. Bir duo qilamiz. Amin. Alloh subhanahu va taolo bilib bilmay qilgan gunohlarimizni o'zi mag'firat etsin. Qur'oni bilan yashashlikka, sunnati bilan yashashlikka muvaffaq etsin. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiul alim va tub alayna innaka antat tawwabur rahim. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا ربنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام.